Diqqat! O'zbekiston Respublikasida spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlarini iste'mol qiluvchi fuqarolar tezda ogoh bo'ling. Hozirgina ijtimoiy tarmoqlarda tezkor xabarlar tarqaldi. O'zbek fuqarolari videoni o'tkazib yubormasdan ko'rishingiz shart. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, O'zbekistondagi kafe, restoran va mehmonxonalarda alkogol hamda tamaki mahsulotlarini naqd pulga sotishga ruxsat berildi. Bu haqida 26-may kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev tanishgan kichik biznes subyektlarini o'sishi uchun haqida qulay iqtisodiyot va ma'naviyat sharoitlar yaratishga qaratilgan takliflar taqdimotida so'z boradi. Qayd etilishicha, umumiy ovqatlanish va mehmonxona xizmatlari sohasida bir qator yangiliklar nazarda tutilgan. Jumladan, alkogol va tamaki mahsulotlarini naqd shaklda realizatsiya qilishga ruxsat berish, qo'shimcha qiymat solig'ining bir qismini qaytarishda naqd pulsiz tushum ulushi doir talablarni bekor qilish, ayrim xodimlarni soddalashtirilgan tarzda rasmiylashtirish taklif qilingan. Ushbu choralar 600 mingdan ortiq kichik biznes subyektlari uchun qonuniy o'sish imkoniyatini oshirish kutilmoqda. Soliq bazasini shaffoflashtirish, hisoblarga subyektlarga yiliga kamida 2 trillion so'm qo'shimcha tushum tushirish prognoz qilinmoqda. Davlat harbiylari ushbu takliflarni ma'qullab, kichik biznesga qulay va adolatli sharoit yaratish, soliq ma'lumotlarini soddalashtirish hamda raqamlashtirish orqali tadbirkorlarning faoliyatini kengaytirishga, rag'batlantirish va ishonchini mustahkamlash yuzasidan mutaxassislarga tegishli topshiriqlar berildi. Qayd etilishi joizki, Prezident Shavkat Mirziyoyev 2025-yil 10-dekabr kuni qabul qilingan naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni joriy yilning 1-apreldan boshlab kuchga kirgandi. Unga ko'ra, quyidagilar uchun tovarlar faqatgina bank kartasi yoki elektron to'lovlar tizimi orqali amalga oshirilar edi. Davlat organlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar, elektr energiyasi va tabiiy gaz, ichimlik suvidan foydalanganlik uchun to'lovlar, alkogol va tamaki mahsulotlari, transportlarga yoqilg'i quyish shoxobchalaridagi orqali aholiga neft, gaz mahsulotlarini sotish va elektron harakatlanadigan transportlarni zaryadlash bo'yicha xizmatlar. Qiymati 25 million so'mdan oshganida tovarlar va xizmatlar, ko'chmas mulk obyektlari ishlab chiqariladigan 10 yildan oshmagan M, N, O va G toifada kiruvchi transportlar hamda maxsus transportlar vositalarini sotish va sotib olish naqdsiz bank karta orqali qo'llanilishi aytilgan edi.